O'zbekistonning barcha viloyatida qanday ob-havo bo'ladi? Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabin. Bizning kanalimizda har kunlik va haftalik ob-havo ma'lumotlarini bilib olishingiz mumkin. Buning uchun kanalimizga obuna bo'lib, like tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Diqqat qiling, O'zgidromet markazi 21-iyul kungi ob-havo prognozini e'lon qildi. O'zbekiston hududiga kirib kelgan issiq havo ertaga 21-iyuldan boshlab 6-9 daraja pasayishi boshlaydi. Bu haqda O'zgidromet xabar berdi. Shuningdek, haroratning eng past ko'rsatkichi joriy yilning 23-iyulidan boshlab kuzatilishi kutilmoqda. Eslatib o'tamiz, bugun 20-iyul kungi O'zbekistonning ayrim hududlarida, jumladan Toshkent shahrida kuchli shamol va ayrim joylarda jadid to'zonlar kuzatilishi mumkinligi haqida xabar berilgan edi. Shuningdek, O'zgidromet joriy yilning 21-24-iyul kunlari kutilayotgan yomg'irli yog'ishi sababli respublikaning tog'oldi va tog'li hududlarida sel suv toshqin hodisalari yuzaga kelishi mumkinligi haqida ogohlantirish bilan chiqqan edi. Bizni kuzatishda davom eting, biz sizga eng saralarini taqdim etishda davom etamiz. Xayr, salomat bo'ling.